ishtirok etgan Shamsaddin Pahlavon ki niyoz va ma'rifiy emas o'zlari safoat majoziga ko'pala katta ot ko'targan nomxudo hamchunon Shonovoz Pahlavon ham bizning yonimizga bor. Bulardan shu savolot lozimki buskashi borasida so'raymiz va Almorga kelibdilar. Biroz Almorda o'g'loqlarini qancha nimalik qiladilar bular? Shamsaddin Pahlavon Qaysoriman. Biroz Almorga o'g'loq bor ekan. Shundan birga uzr topamiz. Tashakkur Pahlavon aka. Bularni qaysiz qanday biron o'ja ham tayladingiz, taylamadingiz? Tayladik, bir o'ja tayladik. Yaxshi o'ja ham Almordan, Qaysordan, Maymunadan ham kelganlar bor. Pahlavon aka, aytsangiz bo'lamiki, bu yillik ketmedilar, qanday o'tdi? Va xayrlikdan ko'proq aytib bering bizlarga. Bu yillikka ketmadik. Biza birlikka bu yil hech kim himoyagarimiz yo'q edi, otimiz yo'q edi. Bir Azimboy tovuchi bor edi. O'zi bir nechta ot olib borib edi. Ammo Haji Masraf o'z gardaniga edi. Hech kim himoyagarimiz yo'q edi, otimiz yo'q edi. Bugun ikkita ot bilan bor edik. Yaxshi o'g'loqlar bo'ladi. Men o'zim shu ro'z 8 ro'z bo'ladi o'g'loq qilaman. Hech bir nima biz ham yo'q, to'xtaganim yo'q, bir naddam rostlik ham qilgan biz. 3 ro'z Gurzonga qildik, 2 ro'z Bilchiroq qildik, 2 ro'z ham shuna Qaysoriga qildik, 2 ro'z ham Almorga uzr topdi. Yaxshi Gurzonda o'g'loqlari yaxshi edi. Maqsad yana o'g'loq atdan ichiga bir qalla, ikki qalla bo'lsa, yana palvonlar ham yaxshi omada bo'ladi. To'bandisak bizning beandoza ko'p bo'lib ketdi. Ko'plar yaxshi. Hamchunon mana Shonovoz Pahlavon ham bizning yonimizga, bulardan ham so'raymiz. Pahlavon aka o'zingizni men 30 ham garchi aytdim, o'zingizni yana bir bor ma'rifat qilingiz. Bismillahirrahmanirrahim. Shonovoz Pahlavon هستم ولسوالی قیصر. المارم اینم بار اول است که اینجا بوسکشی میشه. ما روز جمعه در ولسوالی قیصر بوسکشی داشتیم. رئیس بوسکشی ولسوالی المار درخواست کرد که ما 2 روزه بوسکشی جور میکنیم در المار بیاین. ما مردم هم اسفار بارکده آوردیم. شکر والله خوب است، بوسکشی بیخی جالب است. تشکر. Pahlavon aka, میشه بگین که چند سال میشه خودتون در رشته بوسکشی میکنید؟ 25 سال میشه که ما بوسکشی میکنیم دم ولسوالی قیصر و پاریاب و انخوی و جوزجان. هم منطقه دوبارم 2 سال پیش در لیگ برتر کابل شرکت کردیم. ولی مقصد خوب است. مقصد اسبای خوب در پاریاب بیخی کم است. Pahlavon aka, aytsangiz bo'lamiki, boylardan Faryab va Qaysor Almor boylaridan taqozoingiz nimada? Oyandalarga sizlarga biron himoyat qilish kerakmi? Bunga ko'proq aytib bersangiz. Almor, Qaysor, Ulusvoli viloyati yani Faryobga hech boy yo'q hisobida, ya'ni boshqa viloyatlarga qaraganda hech yo'qdi. Hech himoyagar yo'qdi, yana unda otboz yo'qdi. Unda likka borib ko'rib beradigan yaxshi ot yo'qdi. Bir dona otbosh Paqirboydikida, u ham yaxshi deni bir dona. Boshqa ot yo'qdi, yani Faryobga hech boylarimiz himoya qilmaydi, yaxshi ot olmaydilar. Maqsad polvonlardan hamchinon boshqa viloyatlarga qaraganda hech sifir hisob. Pahlavon aka, shu necha yillarning ichiga qaysi boylarda otlarini haydaysiz o'zingiz? Men o'zim 3 yil Ojiqulom sahida edi. Maymunadan shuni otini chapdim. To'rilam Sherda edi, Teznovadan bo'ladi, unikini chapdim. Birilam doktor Madalamnikini chapdim, Shirintako'pdan bo'ladi. Bu yilamki Paqirboyga biz Maymunaga. Xo'p, ko'plar yaxshi. Do'stlar, aytiqsiz qolmasin, Shamsaddin Pahlavon shu biltirki turnament Kobulga Tavfiq Pahlavonni yoniga to'xtab shunday bir hamkorlik qilib, Tavfiq Pahlavon hamchunon bular Tavfiq Pahlavonga bir kor temi bilan Tima viloyati Faryob maqomi ikkilamchini kasb qilib, bular biltirki noyib qahramon ligi bartari Kobulga edilar. Aytsangiz bo'lamiki, bir pahlavoniki ligga ishtirok qilsa va shunday turnament va galalarga ishtirok qilsa, o'g'loqlarga nima mahorat bo'ladi pahlavonga bo'lsa-ki, to shunday bir pahlavon bo'lsa? Tamrinot ko'proq qilsa, o'g'loqlardan xabar bo'lsa, tamrinot ko'proq qilmoq lozim, tamrinot ko'proq kushish qilsa, unga nafas bilan shu vardish ko'proq yaxshi narsa. Tamrinotdan aytdingiz, Pahlavon aka, shu yil buskashi Afg'oniston bir nav tijoratdek bo'lib qolibdi. Qirg'iziston kishvaridan va hamchunon Qozog'iston va Tojikistondan 7lamchi davri milliy buskashiga pahlavonlar kelib edi, kishvaroyi hamsoyadan.
bular qancha ta'siri bor edi Afg'onistonda o'g'loqlariga? Ularni ko'p yaxshi mahorati bor edi. Ularni kori shuki, ya'ni dunyoga kelibdi ta'mirnoti o'g'loq bilan. Bizanigidek emas-ku, bir o'z o'g'loq qilamiz, erta ketamiz kori zindagimiz o'tdi. Ularning ta'mirnoti ko'p yaxshi edi. Ya'ni shu yerdan olishi, ta'mirnot shunday narsalar ko'proq qilgan ekan. Ko'p yaxshi mahoratlari bor edi. Xo'p, inshaalloh biz ham shu umiddamizki, navjavon yigitlariki rishtay buskashiga to'zatdan shavq qilgandi. Bular ham inshaalloh shu mahoratlarni shu pillatdan o'ziga. Hamchinon Hojisoyevga bizani yonimizga qaror topgan tordan inshaalloh Hojisoyev bilan bir barnomaki xos barnomada inshaalloh buni sizlarni da'vat qilaman bu barnomaga. Hojisoyev inshaalloh komandaga boramiz, otlarini ko'ramiz, ko'proq Hojisoyevning o'zidan ham ma'lumot olamiz u kunga. Inshaalloh u barnomagacha sizlarni Alloh pok beniyozga topshiraman. Assalomu alaykum.